Yemishga ruxsat beraman hammaga. Shu yem olmaganlar meni to'palan qilib yuribdi orqamdan. Yemishga ruxsat bor. Yemaman desangiz hech qachon yo'q demayman. Yoqadi chunki. Shiorim shunaqa. Kimgadir bersam, birinchi emdirmagunimcha bermayman. Shunday. Voy bilaba. Yo rost yemaman deyapti, nima qilay? Yemaman degandan keyin emdirish kerak. Osmonga qarab turganiga o'ylayman rasmchasiga bundoq. Pupunoqchalaringni birtilatamiz. Vahay vahay. Ahay ahay ahay. Ahay. Hay sevgi haqida eshitaylik. Ko'z oldimdan qomatlari ketmaydi. Sevgimiz xor qilib borsam kunarmikan. Devona deb yo ustimdan kularmikan. Sevgimiz xor qilib borsam kunarmikan. Devona deb yo ustimdan kularmikan. Bilmay sevdim qancha kalomlarni 700 aka. Sochi kalda do'star qarshi kamollarni. Endi to'ydan olov so'dik. Men bilmayman bu qo'shiqni. Faqat yurak sinab shu yo'lga sol. Yotkim kelaveradi-da, nimaga shunday, ha? Yotsam deyman. Sizlar bilan ham yotib gaplashsam-da. Pipiraqni yezib pipirlatamiz. Ana Hadicha ikamiz ham baquvvat ekanmiz. Uni ham qo'li baquvvat ekan, meni ham qo'lim baquvvat. Jonim deya tarifingni kuylaganim. Men oyoqqa prisidaniya dedim. Berishim kerak. Meni oyoqlarim kichkina bo'lib qolyapti. Hech qancha to'ymaganim. Sendan boshqa hech kim Bilolga kim omiyalatib pulini haqqini bermadi? Bilolning haqqini nimaga bermadilaring? Efirimga kelibdi. Ha, Bilol Kamaz rasmini qo'yib tire isqirtib yozyapsanmi? Sen turasan bu yerda. Onasi jala, so'skani balasi, sen ketasan. Bu efir meniki, qutuq yeyapsan. Bu yerga nima kirib olding senga o'xshagan? Amyaloq, bizda bolalar. Ture deb qo'yadi meni efirimga, o'zi kirib olgan haromi. Omtekinga berilyapti desa, shu siladan birinchi chopib borib onangni Xumalay tog'idan o'tib borasan desa, tekinga desa, shu zippillab chopib borib shu omga og'zi bilan yiqilayotgan bolalar negativ yozib o'tiribdi. Trebida. Efir meniki, sen ketasan jalab. Jalab qo'tog'im galustuv qilasan. Men povutni bermayman jalab. Efir chunki meniki jalab. Adasi jalab. Go'yam buying nima? Davay. Xohlasang qizingni go'y. Ikkita yo'ling bor. Ikkalasini qilishing mumkin. Boshqalar bermaydi sizlarga. Uyga yozmaylar. Haqiqiy erkak ayol, rahmat. Pepeloqini pepekib. Voy bila, assalomu alaykum, assalom. Voy kunti. Mammi. Zaif, voy kunti. Ne aka? Zaif qanjuq. Haqrilikum. En kunti tu aka. Oldin erta tongdan. Qanaqa erta tong? Yarim oqshom 12 bo'lyapti bizga. Ayollar qo'qtirayotgan payt hozir xotinlar bir-biriga hamsiyasinikini berganda berib yotibdi aka, ballarni uxlatib.
Yonimizda har 3 kunda bir marta voy bo'ladi. Men yerga indamay yotaman buni. Ularni ham spans ichigami tars 2 sekunddan keyin jimib qolay qo'yim. Qoshim kili. Qoshimni olish qildi. Turkmanistonlik bavurimiz qoshimni olish qildi. Keyin men uni hamma joyini teshish qildim. Shu bilan baravar bo'ldi. Havasingiz keldimi nimaga? Yo, unaqa havasim kelsa aka, sizga o'xshagan bo'z bolalar bor. Bitta telefon qilaman, ketib kelaman. Yo, o'zlari keladi, "Nozi, asolim, bitta yer" deb. "Yo'q" deyman. Tarska. Turay onangni sizga harom deb. Kimni so'kishmaylar. Hay, mayli, yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi. Yaxshilikka. Bilib bilmay sevdim qancha yobirlarni. Moshini bor. Bitta ishga ishlamayotgan alfonslarni. Girday olib yurarmish, qo'l uchini berarmish. Ha, ayni shundayda, mana erkak kishiga, ayol kishiga erkak kishi nafrat bilan SMS yozayotgan bo'lsa, yo o'sha erkak o'sha kuni 5 ga bir urgan bo'ladi, o'ziga o'zi 3-4 marta, yo bo'lmasam testosteroni kamaygan erkaklar ayol kishiga kirib nafratini bildiradi. Shu nima uchun? U chunki o'zini o'zi qondiryapti-da. Men uni ko'ziga baloday ko'rinaveraman o'sha, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu narsaga unaqa jiddiy e'tibor bermaylar, unaqa SMSlarga. Men so'kaman, lekin sizlar e'tibor bermaylar. Shu men bilaman, bu odamning testosteroni kamayib ketyapti. O'ziga o'zi 51 qilib ko'paytiryapti, 51 ni. Yonida bir ayol yo'q. Uni qanaqadir sevadigan ayol yo'q, biladi, hayoti qiziq emas ularda. Ular o'sha uyiga boradi, shu qiladi, bu qiladi, 5 ga bir qiladi, shunaqa qilib yuradi. O'sha nafrat, ayollarga bo'lgan nafrati shu yerda mana shunaqa birovlarning efiriga kelib buzg'unchilik qilmoqchi ular. Unga e'tibor bermaylar. Testosteroni kam deb qo'yinglar bo'ldi. Ay, sig'ay bu joy. Yo'q, ana bayramdan keyin chiqaman. 1 oy medikalga borishim kerak ekan. 30 kun. 35 marta borgan ekanman. Yana 30 kun medikalga borishim kerak ekan. New Yorkka. Har kuni. Opangiz har kuni New Yorkka boradi. Balkim bir hafta New Yorkda turib kelaman. 2-3 kun berga 3-4 kun New Yorkda bo'lishim mumkin. Medikalga bormasam bo'lmaykan, advokatim kecha telefon qildim. Medikalga kelmasang bo'lmaydi dedi-da. Borishim kerak-da, chunki o'zim uchun ham ana sovuqqa operatsiya qilgan joylarim og'riyapti-da o'zi. Menga o'zi qalin kiyin degan, lekin baribir og'riyor ekan-da.